bo'lganman, to есть TikToklarda o'tirganman, lekin ular darajasida hozirgi TikTokerlar darajasidagi bir qo'pol qilib aytsam ishlar qilmaganman-da. Mana hozir 20 minut oldin mana video chiqdi TikTokda. Bitta urut ochkilar taqyapti, battleda bitta qizni yutibdi. O'sha qiz battleda mina qilib ochyapti, hamma ko'rsatyapti, mina qilib. Ashnaqa akukasi, bir dadasi, mahalladagisi yo'qmikin deymanda tiqadi. Ashnaqalarni deb boshqalar ham ko'rib, shu narsani miyasiga o'zi oddiy holat bo'lib buzilyapti emas. Oddiy holat bo'lib qolyapti bu narsa. To есть mentalitetimizga kirishib, bu narsa ko'rsatibdi-da, bo'pti-da. Ashnaqa bo'lib qoladi. Misol 10-15 yil oldin tasavvur qiling, bitta qiz не то чтобы ko'rsatdi xalqqa, balki mahallada kim bilandir gaplashib qo'ysa, biling, u bolalar bilan gaplashadi. Va deydigan narsa bo'ladi.